Salom, navbatdagi videoga xush kelibsiz. Aziz musulmonlar, Xudoning nazdida sizlar nekromansiz, ya'ni oliklar bilan muloqot qiladigan odamsiz. Bilasizmi, sizning diningiz islom nekromanizmga o'rgatadi. Siz yagona haq Xudoning oldida hukm qilinasiz. Namozingizda olgan odam bilan gaplashganlikda ayblanasiz. Buni o'zingizning islomiy manbalaringiz yordamida isbotlashimdan oldin, keling, avvalo, bu haqda yagona haq Xudo nima deganini o'qib chiqaylik. Qonunlar 18-bob 10-12 oyatlarida shunday deyilgan: orangizda o'z o'g'lini yoki qizini olovda qurbon qiladigan, folbin, bashoratgo'y, romchi, sehrgar, alomat o'qiydigan, afsungar, o'lik yoki arvohlar bilan gaplashadigan yoki ruhlar bilan gaplashadigan hech kim bo'lmasin. Bu ishlarni qiladiganlarning hammasi egamiz uchun jirkanchdir. Mana shu jirkanch ishlar tufayli egangiz Xudo bu xalqlarni orangizdan quvib chiqarmoqda. Aziz musulmonlar, afsuski, sizlar ayni damda islomiy nekromanizmga amal qilyapsizlar. Xudo sizni bu jirkanch gunohda aybdor deb biladi. Lekin umidsizlikka tushmang. Ushbu videoning oxirida men buni qanday o'zgartirishni tushuntiraman. Hozircha men sizga islom oliklar bilan muloqot qilishni o'rgatuvchi kufr butparast din ekanligini isbotlashim kerak. Sahih al-Buxoriy, 1-jild, 831-hadis. Muhammad musulmonlardan togridan-togri unga ibodat qilishlarini so'ragan. Ularning 5 vaqt namozlarida Allohning o'zi assalomu alayhi va sallam dedilar. Agar sizlardan birortangiz namoz o'qisa, aytsin, ya'ni barcha iltifotlar, duolar va yaxshiliklar Allohga xosdir. Assalomu alaykum, ey payg'ambarim. Ya'ni Muhammad, Allohning rahmati va barakoti bizga va Allohning solih bandalariga bo'lsin. Ko'rib turganingizdek, Muhammad o'zini islom ibodatining markaziy elementi sifatida ko'rsatgan. Siz musulmonlar ibodatda unga togridan-togri murojaat qilishingizni buyurgan. Boshqacha qilib aytganda, Muhammad sizni Xudoning nazdida jirkanch ish qilishga majbur qildi. Chunki Xudo qonunlar kitobining 18-bobi 10-12 oyatlarida ko'rganimizdek, oliklar bilan har qanday muloqot qilishni taqiqlaydi. Bu ham Muhammad soxta payg'ambar ekanligini isbotlaydi. Ishonchim komilki, siz togridan-togri manzilga e'tibor bergansiz. Muhammadga ibodatda. Keling, arabchani yana o'ngdan chapga o'qiymiz. Assalomu alaykum, Allohga salomlar bo'lsin, ey payg'ambar. 16 yildan buyon musulmon bo'lganim uchun shaxsiy tajribamdan shuni aytishim mumkinki, bugungi kunda ham musulmonlarning aksariyati shunday ibodat qilishadi. Ular duolarining bir qismini togridan-togri marhum Muhammadga murojaat qilishadi. Lekin kuting, siz musulmonlar faqat 5 vaqt namozingizda emas, balki marhum Muhammadga togridan-togri murojaat qilasiz. Boshqa ibodatlaringizda ham, masalan, uning qabrini ziyorat qilganingizda. Saudiya Arabistoni podshohligining sobiq bosh muftiysi, musulmon olimi, marhum Abdul Aziz ibn Bas tomonidan yozilgan ushbu haj va umra ziyorati nomli kitobida u 166-betda marhum Muhammadni ziyorat qilgan musulmon uning qabrida u bilan bevosita gaplashishi kerakligini aytadi. U iqtibos keltiradi. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning qabri oldida ehtirom bilan turib, past ovozda salom berish kerak. Darhaqiqat, Muhammad alayhissalomning qabrida duo qilish shunday muammoki, Saudiya Arabistoni hukumati musulmonlar u yerda keraksiz ibodatlar qilishining oldini olish uchun qabr atrofida panjaralar o'rnatishi va politsiya xodimlarini joylashtirishi kerak. Va men buni shaxsiy tajribamdan ayta olaman. Men Saudiya Arabistonining Madina shahrida yashadim va u yerda ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishladim. Shuning uchun men muntazam ravishda Muhammadning masjidiga borar edim va musulmonlarning qabriga qarab yig'layotganlarini va u bilan togridan-togri gaplashayotganlarini ko'rganman. Darhaqiqat, men ham bir necha bor xuddi shunday qilganman. Bu men taxminan 16 yil oldin Muhammadning masjidi oldida. Nima uchun men bir oz boshqacha ko'rinishga ega ekanligimga hayron bo'lishingiz mumkin. Men Muhammadga o'xshab ko'proq soqolimni toq jigarrangga bo'yar edim, lekin haddan tashqari quyosh sochimni juda sargish qilar edi. Buni aytishimga sabab shuki, rasmda men emasman deb da'vo qiladigan musulmonlar bo'lishiga ishonchim komil. Qanday bo'lmasin, bu muhim emas. Shunday ekan, yana bir bor, musulmonlar, sizlar islomiy nekromansiz. Muqaddas kitobda aytilishicha, siz Xudo oldida jirkanch tarzda gunoh qilyapsiz. Ammo esingizda bo'lsa,
Men buni qanday o'zgartirishni aytaman degan edim. Shunday qilib, siz nima qilishingiz kerak? Yagona haq Xudoga ishoning va tavba qiling. Bibliyaning Xudosi Ibrohim, Ishoq va Yoqubning Xudosi. Islomiy naykramtizm va barcha gunohlaringiz uchun tavba qilish uchun siz ham kechirim so'rashingiz kerak. Chunki siz hozir chalkashlik va sarosimaga tushib qolgansiz. Siz Ota Xudodan uning o'g'li Iso Masih haqidagi haqiqatni sizga ochib berishini so'rashingiz kerak. Buni har kuni qiling va har bir ibodatni Iso Masih nomi bilan tugating. Chunki Iso shunday degan: "Sizlarga chinini aytayin, mening nomim bilan Otadan nima so'rasangiz, u sizlarga beradi." Yuhanno 16-bob 23-oyat. Agar siz musulmon bo'lsangiz va ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, umid qilamanki, siz Iso Masih haqida haqiqatga erishasiz va uni Xudoning o'g'li, Masih va Rabbingiz va najotkoringiz sifatida qabul qilasiz. Nihoyat, bu video siz uchun baraka bo'ldi degan umiddaman. Ko'rganingiz uchun tashakkur va Xudo sizlarni marhamatlasin.